Nima uchun Labubu o'yinchog'i birdaniga trendga chiqdi? Bugun shu haqida. Buning birinchi sabablaridan biri Blackpink a'zosi Lisa 2024-yilda Labubu o'yinchog'ini Instagram sahifasiga joyladi va global tarzda insonlarning e'tiborini tortdi. Bundan tashqari Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian, hatto David Beckham kabi mashhurlar bu o'yinchog'ini ijtimoiy tarmoqlarda ko'z-ko'z qildi. Ikkinchi sabab esa blind box strategiyasi, ya'ni sirli paketlar. Kutunni ochguncha ichidagi Labubu modelini bilmaslik bu kutilmagan sovg'a hissini yaratib, xaridorlarni qayta olishga qiziqtiradi. Uchinchi sabab esa ijtimoiy tarmoqlarda unboxing madaniyati. TikTok va Instagramda Labubu unboxing videolari millionlab kuzatuvchilarga yetdi. To'rtinchi va asosiy sabablardan biri Labubu moda aksessuariga aylandi. Ko'pchilik mashhurlar uni sumkasiga osib yurishni boshladi. Bu moda esa statusni yanada oshirib, yoshlar orasida obro'li status belgisiga aylandi. Ha aytgancha, Labubu o'yinchog'ining narxi modeli va kattaligiga qarab $10 dan hatto $2000 ham oshiq bo'lishi mumkin. 2025-yilning iyunida Xitoyda 4 futli, ya'ni 1 metrdan balandroq Labubu $170,000 ga sotildi. Umumiy auksion qiymati esa $500,000 dan oshdi. Labubu ishlab chiqaruvchisi Pop Mart'ning daromadi 2025-yilda $3 milliard dan oshdi. Xulosa shuki, sirli paketlar, ijtimoiy media olovi, qimmat auksionlar oddiygina suvenirni haqiqiy fenomenga aylantirdi.